Assalomu alaykum qadrli Optimus Mini Start kurslarimiz ishtirokchilari. Bugun sizlarga 4-o'zim muallifligini strategiya bilan tanishtiraman. Ushbu strategiyani nomi Tornado strategiyasi hisoblanadi. Tornado strategiyasi qoidalari haqida gaplashadigan bo'lsak, bu strategiya sizlarga eslab qo'yinglar. Bozordan savdo hajmi bilan birgalikda narx ko'tarilayotgan, ya'ni savdo hajmi o'zidan oldingi savdo hajmlaridan yuqori bo'lgan va narxi ham bir vaqtning o'zida birgalikda ko'tarilayotgan aksiyalarni bozordan aniqlab berishga yordam beradigan strategiya hisoblanadi. Ushbu strategiyaning asosiy mantig'i nimadan iborat? Qoidasi. Albatta e'tibor berish kerak, savdo hajmi oldingi 5 kunlik savdo hajmidan 50% yuqori bo'lishi kerak. Siz sotayotgan kunda aksiyaning narxi eng tub narxidan 50% dan oshiq yurmagan bo'lishi kerak. Ya'ni xarid qilish paytingizda support narxidan harakatda boshlagan bo'lsam 50% gacha yurgan bo'lishi kerak. Aksiyaning narxi yurish harakati supportdan sekin zonasidan harakatda boshlagan bo'lishi kerak. Eng muhim qoidasi esa hech qachon qimmatlab o'zining pik narxiga yetib qolgan, kunlikda ham, haftalikda ham pik narxiga yetib qolgan aksiyalarni xarid qilmaslikka harakat qiling. Xo'p, buning uchun biz sizlar bilan birgalikda stockbip.com degan saytga kiramiz. Mana stockbip.com. Ushbu sayt sizlarga birinchi o'rinda mana bu bo'limni tanlaymiz. E'tibor beringlar. Upon high relative volume. Upon high relative volume tanlaganingizdan so'ng ko'rasizlar, mana bu yerda qancha prosent o'zgarganligi va savdo hajmi qanchalik oshganligini ham ko'rsatib beradi. Savdo hajmi CMD aksiyasida 555% o'zgargan, 17 baravarga oshgan. Bu degani yaqin orada ushbu kompaniya juda yuqori natijadagi protsentda daromad berish kerak. Lekin doim e'tibor bering, ushbu skrinerdan foydalanganda, ya'ni ushbu saytdan aksiya topganingizda bitta e'tibor beradigan joyingiz bo'lishi kerak. $1 dan qimmat bo'lgan aksiyalarga harakat qilinglar. $1 dan qimmat bo'lgan aksiyalarni olishga harakat qilinglar. Buning uchun biz mana bir marotaba bosib olasizlar ustiga. Bitta bossanglar qimmatlar, bitta bo'lsa arzonlari chiqadi. Mana keyin ikkinchi etapga o'tasizlar. Mana ko'rib turganingizda $1 dan qimmat aksiyalarni bitta ko'rsak bo'ladi. Mana GMM, ya'ni Global Mofi Metaverse degan kompaniya bor ekan. GMM degan kompaniya. GMM kompaniyasini ochadigan bo'lsak, kompaniya oldingi hafta 23% atrofida yurgan. O'zining eng low narxidan endigina, hali aytdimki, o'zidan low narxidan 50% oshib ketmasga 43% atrofida yurgan va kompaniya yaqin kunlar ichida mana $1 atrofida turgan bo'lsa ham demoga olishlaring ham mumkin yoki test qilib ko'rishinglar mumkin. Ushbu kompaniyaga trendline bo'yicha qoidasiga amal qiladigan bo'lsak, yaqin orada yorib o'tish ehtimolligini shakllantiradi. Ya'ni mana kecha kompaniya 17% atrofida yurgan, savdo hajmi o'zining 5 kunlik savdo hajmidan ko'rayotgan bo'lsangiz 200 ming, 500 ming, 575 ming, 975 mingga chiqqan. Ya'ni bu degani bir baravardan yuqori atrofida yurgan va 50 dan yuqoriga chiqib olgan bu kompaniyani kelgusi kunlarda man 82% atrofida yurishini va undan yuqoriroq natijasi esa savdo hajmi oshganligi uchun 146% gacha yurishi mumkin degan prognozni beraman. Albatta bu arzon aksiya bo'lganligi uchun. Yana bitta aksiyani ko'ramiz. QBTS degan aksiya. Mana QBTS degan aksiyaga e'tibor tashlaymiz. QBTS aksiyasi ham volumi oshgan. Ko'rib turibsizlar, haftalikda ko'radigan bo'lsak, biz o'zining mana bu gap, ya'ni bo'shliq holatini yopgan va o'zining o'sha oldingi resistance zonasiga support vazifasini o'tab turib, yuqoriga yurishga harakatni boshlagan. Ko'rib turganinglardek, aksiya mana bu zonani yorib o'tgandan keyin endi sekin harakatni boshlashga intilmoqda va katta ehtimollik bilan kompaniya kelgusi 4 haftani ichida mana shu zonalarga kelish kerak. Chunki bu strategiyamiz mana Optimus Business'dagi eng yaxshi strategiyalardan biri bo'lganligi uchun o'zim ishonch bilan aytaman. Demoga olib ko'rishlaring yoki bu darslarni 1 oy yoki 2 oydan ko'rgan bo'lsanglar, natijasi bilan tanishinglar mumkin. Mana bu yerga stop qo'yamiz va hozir $1.21 narxi, kelgusi 4 haftani ichida prognozim bo'yicha aksiya $2.5 gacha yurib berish kerak qadrli ishtirokchilar. Mana shu asosiy qoidasi edi. Ya'ni StockBip kiras, upon high relative volume tanlaysiz, last bo'yicha arzondan boshlab ketasiz. Agar sizlar qimmat aksiyalarni ishlasanglar, mana biza bilasizlar, prop firmalar hisobidan man $100 ming dan ortiq, shogirdlarim $50 ming dan ortiq pullarni boshqarishadi va haftasiga 5% targetni qo'yamiz. Arzon aksiyalar bilan savdo qilmaymiz umuman, lekin men sizlarga ko'rsatib bera olaman. Mana qimmat aksiyalar bo'yicha misol ko'rsataman. Bitta bosganimizda Zakler degan kompaniya, aynan shu kompaniya meni portfelimda hozirgi paytda bor. $207 atrofida bo'lishi kerak. $201 atrofida. Mana narxini ham eslab qo'ygandim. Ushbu kompaniya meni aksiya portfelimda bor. Sababi nima uchun? Chunki kompaniya yaqin orada juda ham katta to'lqin bilan harakatda boshlaydi va kompaniya ehtimolan kelgusi 5 haftani ichida 42% atrofida yurish kerak 5 haftani ichida. Mana ko'rib turganinglardek, hozirgi paytda buy zonaga o'tgan va 40% atrofida daromad kutaman. Qimmat aksiyalar bilan ham ushbu strategiya juda ham ajoyib darajadagi daromadlarni bizga taqdim etib kelmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.